Assalomu alaykum. Demak, bizda ikkinchi dars. Bugun nimalarni ko'ramiz? Bugun ba'zi bir situatsion razgovorlarni o'rganamiz. Rasmlarga qarang. Nima deb o'ylaysiz? Qanaqangi fe'llar chizilgan? Birinchi rasmda to'y bo'layotganlar chizilgan va мы поженились 5 лет назад. Поженились, ya'ni turmush qurdik 5 yil avval. Va через год у нас родился сын. 1 yil o'tib o'g'limiz tug'ildi. Очень приятно. Juda yoqimli. Познакомиться, tanishish, ya'ni ikkita qo'lni berib turgan rasm turibdi, ya'ni tanishish deganida познакомиться. Mana bu so'z yangilik, взаимно. Ya'ni menga ham xursandman, men ham xursandman, baxtliman, men ham baxtliman, yoqimli bo'ldi, menga ham yoqimli bo'ldi. Ya'ni menga ham shunday demoqchi bo'lsak, взаимно deymiz. Yoki-da tabriklashsa nima bilandir, bayram bilan, sizga ham bo'lsin demoqchi bo'lsa ham взаимно kabi so'zlar ishlatiladi. Что случилось? Nima sodir bo'ldi? Почему ты спишь на работе? Nimaga sen ishda uxlayapsan? Я не спал ночью. Men tunda uxlamadim. Rasmni ko'rib turibmiz. Пожениться, turmush qurmoq, родиться, tug'ilmoq, познакомиться, tanishmoq, случиться, sodir bo'lmoq. Как попрощаться? Xayrlashishda nima so'zlar ishlatsak bo'ladi? Хорошего вечера, xayrli oqshom, ya'ni kechqurun bo'layotgan bo'lsa, всего хорошего, всего доброго. Yaxshilik, xayr, ko'rishguncha bas. Endi bu nima deydi? Yaxshilik tilayman, hamma yaxshiliklarni tilayman deyish. Ya'ni kun vaqtiga doir emas. Хорошего вечера aynan kechqurunda. Faqatgina xayrli oqshom degan ma'noda ishlatamiz. Yana bir necha so'zlar. Хорошего dня, xayrli kun, хорошего, всего доброго, всего хорошего buni gaplashdik. Приятного аппетита, yoqimli ishtaha, хорошего отпуска, maroqli hordiq tilayman. У моего друга есть, ya'ni mening do'stimda bor nima? Собака, it, еще что-то. Можете написать. Xo'p. Bizga 7 ta situatsiya va 7 ta situatsiyaga xos xayrlashuv so'zlari berilgan. Birinchisi, обычно pilot говорит это в самолете. Pilot gapiradi, uchuvchi. Ваш друг завтра едет в отпуск, что вы скажете ему? Ertaga do'stingiz отпускga ketsa, qaysi bir gapni aytardingiz? У вашего друга завтра очень важный экзамен, что вы можете сказать? Do'stingizda muhim ertaga imtihon, nima deysiz siz unga? Обычно люди говорят это когда идут спать. Uxlashga ketishayotganda odatda nima deyishadi? Люди всегда говорят это когда что-то есть. Nimasidir borlik, kimdir nimadir yeyotganda odatda shu gap aytiladi, deyapti. Bu variant esa до свидания, ko'rishgunchani boshqachasi. Qaysi so'z? 7-sida люди обычно желают это когда прощаются в начале дня. Kun boshida xayrlashayotganda shulardan qaysi birini ishlatadi? Qani birlashtiringchi. Navbatdagi so'z esa Да ладно, не может быть, я в шоке. Ya'ni hayratda qolganingizda hayratni ifodalash uchun shu so'zlardan birortasini ishlatishingiz mumkin. Bir necha namuna ko'ramiz. Я вчера в метро видел президента. Kecha metroda prezidentni ko'rdim. Да ладно, не может быть. Qo'ysangchi, bo'lishi mumkin emas. Вчера в офисе видел жирафа. Ofisda jirafani ko'rdim. Да ладно, не может быть. Вчера в ресторане около меня сидела Никол Кидман. Да ладно, не может быть. Mana namuna. Bu prezentatsiyani sizga tashlab beraman. Nima qilish kerak? Testni ichish kerak.